Anoshka bundan 7-10 kun oldin meni uyim yonib ketdi. Mana kartamga pul tashinglar, menga yordam qilinglar deb video chiqargandi. Bugun uning Instagram postiga videosini bitta tomosha qilinglar-da. Tabriklasanglar bo'ladi. Men 19 yoshimda o'zimga mashina xarid qildim. Odamlar kommentariyaga bekorga yozmagan ekanda. Uni uyi yonmadi, xalqqa aldayapti deb kommentariya yozishganda men odamlarning gapiga ishonmagandim-da. Bu nima degan gap? Shuncha odamlar, shuncha xalqqa aldab pulni yig'ib olsanda, mashina olsan, bu g'alati emasmi Anoshka? Men bu yo'lga oxirigacha boraman. Like bosib jo'natib qo'yinglar Anoshkaga mana shu videoni. Storieslarimni kuzatib tursanglar, kimning uyi yonganini men sizlarga полностью ko'rsataman. Hammaga assalomu alaykum. Birinchidan mashinani men o'zim olganim yo'q. Voy, shella. Bitta tanishim olib bergan. Kim olib berganini sizlarga aytishga должен emasman. Xalqdan yig'ilgan pul, men xudo haq aytmoqman, 15 million so'm yig'ildi. Andaysan Sardor. Xullas mana shu qizni kechadan beri temas tinmayapti. Hamma blogerda mana shu tema, uyi yonib ketib yordam so'rab keyin mashina oldi. Kelinglar biz ham rubrika qilamizda, yaxshi gumon qilamiz. Men birinchi boshlab beraman, qaranglar. Balki bu qiz bu mashinani olib Yandexga chiqmoqchidir. Sizlar ham kommentariyaga yaxshi gumonlarni yozib ketinglar akalar. Balki bu yaxshilikda foydalangandir. Ketdi.